Suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Madinaga kelgan kunlarini ham, vafot etgan kunlarini ham ko'rdim. Musulmonlar birinchisi qadar quvonchli, ikkinchisi qadar qayg'uli kunni ko'rmadilar. غرباء عاشوا دنيانا غرباء غرباء صاروا بيننا غرباء. Rasulullohning sirdoshi Anas ibn Malik roziyallohu anhu. Anas ibn Malik roziyallohu anhu melodiy 613-yili Madinada tug'ilib, melodiy 709-yili Basrada vafot etgan. Anas ibn Malik roziyallohu anhuning nasablari quyidagicha: Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Bamdom ibn Zayd ibn Harom. Onalari ansoriylardan bo'lib, ayrim manbalarda ismlari Romila, Maysa, Malika deb ham qayd etilgan. Sulaym roziyallohu anha musulmon bo'lgach, eri ularni islomdan qaytarish uchun ko'p azob va aziyatlar yetkazadi. Biroq uning qarshiliklari hech bir natija bermaydi. Shundan so'ng u Sulaymdan ajrashib Shomga ketadi va u yerda yashab ko'p o'tmay vafot etadi. Erining o'limidan so'ng Sulaymga Abu Talha roziyallohu anhu sovchi jo'natadi. U paytlarda Abu Talha hali iymon keltirmagan edi. Sulaym roziyallohu anha unga turmushga chiqishligi uchun islomni qabul qilib iymon keltirishini shart qilib qo'yadilar. Abu Talha roziyallohu anhu shartni qabul qiladi va iymon keltirib musulmon bo'ladilar. Shundan so'ng Sulaym bilan birga turmush qurishadi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganlarida Anas ibn Malik roziyallohu anhu hali 10 yoshdagi bir bola edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Madinaga hijrat qilishlari asnosida madinalik bolalardagi hayajon haqida Anas roziyallohu anhu shunday hikoya qiladilar. Madinaning bolalari Muhammad keldi degancha yugurar edilar. Men ham ularga qo'shilib yugurib hayqira boshladim. Nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Abu Bakr keldilar. Men hayotim bo'yi o'sha kunday biror kunni ko'rmadim deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlaridan so'ng barcha ansoriylar u zotga xizmat qilishni xohlar, bu borada bir-birlari bilan bahslashardilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhuning oilasi esa juda nochor edi. Ularning payg'ambar alayhissalomga xizmat yuzasidan biror yaxshilik qilishga qurbi yetmasdi. Shuning uchun Sulaym o'g'lini chaqirib qo'ldan yetalagancha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni huzurlariga chiqdilar. "Yo Rasululloh, men bir faqir ayolman. Sizga yordam qiladigan hech vaqoyim yo'q. Bu mening o'g'lim. Sizga xizmat qilishi uchun beraman. Uni qabul qiling" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chin qalbdan qilingan samimiy taklifni rad etmay, Anas ibn Malik roziyallohu anhuning yonlariga oldilar. Shundan keyin uni har doim yonlarida olib yuradigan bo'ldi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatlariga kirganidan so'ng u zotning har bir so'zini diqqat bilan tinglab, har bir amrlariga so'zsiz itoat qildilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan oralarida sir bo'lib qolishi kerak bo'lgan ishlarni qattiq muhofaza qilar, hatto onalariga ham aytmasdilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu har kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bomdod namozini o'qigach, u zotdan ro'zaga niyat qilgani yoki qilmaganliklari haqida so'rardilar. Agar niyat qilgan bo'lsalar, iftorlik hozirlab qo'yardilar. Anas ibn Malik Badr g'azotida 12 yosh bo'lishiga qaramay, jang maydoniga borib, jangchilarga va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilganlar. Uhud va Handaq g'azotida ham Anas roziyallohu anhu yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edilar. Hudaybiya sulhi paytida esa o'spirin yigitcha bo'lib qolgandi. Umratul qazoda esa Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga hamrohlik qilib Makka ga bordilar. Keyinchalik Haybar g'azoti va Makka fathida ham qatnashdilar. Hunayn g'azotida ham musulmonlar bilan birga bo'ldilar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning yonlarida Toif muhorabasiga ham bordilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu ham sahobalar orasida uzoq umr ko'rib ko'p hayot kechirganlardan biri edilar. Shuning uchun har doim xalqning e'tiboriga va iltifotiga sazovor bo'lganlar. Hijratdan so'ng 80 yil hayot kechirgan Anas ibn Malik roziyallohu anhu endi keksaygan edilar. Xulafoi Roshidin 4 xalifa davrini ko'rib, ummaviylarning ham ko'pgina hukmdorlar davrida yashadilar. Basra shahrida ularni xastalanganini eshitgan xalq ziyorat uchun uzoq yaqindan kelishdi. Ular Anas roziyallohu anhuni bir on ham yolg'iz holda qoldirishmadi.
Vasiyatiga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak sochlarining tolasi ularning qabriga qo'yildi. Kafallash ishlari va janozasi vasiyatiga ko'ra o'tkazildi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu ansoriylar orasida farzandlar eng ko'p bo'lgan sahoba edilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir duolariga ijobat edi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu ning onasi Ummu Sulaym roziyallohu anha o'g'lini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib kelib duo qilishlarini so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni shunday duo qilgandilar: "Ey Robbim, uning molini, farzandlarini ko'paytir va uni jannatga kirit." Duo ijobat bo'lib, Anas roziyallohu anhu ning ham davlati, ham farzandlari ko'p bo'ldi. Uning farzandlari orasida Abdulloh, Ubaydulloh, Zayd, Yahyo, Xolid, Musa, Nasr, Abu Bakr, Umar, A'lo, Barro, Ramo, Umayma va Ummu Haramlarni sanab o'tishligimiz mumkin. Farzandlarining barchasi mashhur kishilar bo'lishgan. Anasning ko'rinishi xushbichim, yoqimli bo'lib, vaqti bilan soqollarini bo'yab turardilar. Sodda va oddiy hayot kechirardilar. Faqirlarga yordam berar, shogirdlariga ehson ulashardilar. Juda ko'plab shogirdlar yetishtirgan bo'lib, ular orasida ko'plab mashhur tobeiylar bor. Hasan Basri, Sulaymon Tamri, Qatoda, Muhammad ibn Shirin al-Ansori, Said ibn Jubayr shular jumlasidandir. Anas ibn Malik roziyallohu anhu shunday dedilar: "Suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Madinaga kelgan kunlarini ham, vafot etgan kunlarini ham ko'rdim. Musulmonlar birinchisi qadar quvonchli, ikkinchisi qadar qayg'uli kunni ko'rmadilar." Ushbu muborak zot haqida sizlarga hikoya qilib bergan Abdulloh Tohir bo'ldi. Mana shunday qissalar haqida yanada ko'proq eshitishni xohlasangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qissalarda ko'rishguncha, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. غرباء عاشوا دنيانا غرباء صار